Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga kechki taom uchun juda ham mazali, noodatiy taom tayyorlaymiz. Tez tayyor bo'ladi. Bizga ozgina yog'ga mana shunaqangi dumaloq kartoshkalarimizni qovurib olamiz qizargunga qadar. Ovaganimizdan so'ng piyoz, go'sht, bolgarskiy solib yaxshilab qovurib olamiz. Men bolgarskiyni tirik soldim, ikkiga bo'lib. 2 dona pomidor soldim, yaxshilab qovurib oldim va ketidan kartoshkalarimizni solib, ziravorlardan, tuzlardan sepib oldim. Ustiga ko'k piyozdan tashadim va ozroq suv soldim, yarim piyolacha dimlash uchun va qozonimizni 15 minutga dimlab qo'ydim. Ko'rib turganingizdek, ovqatimiz tayyor bo'ldi. Shunaqangi mazali, og'zingizda qoladi. Kartoshkalar yumshoqqina. Agarda sizga taom yoqqan bo'lsa, albatta kanalimizga obuna bo'lib, bir dona like tugmachasini bosishni unutmang. Sizlar bilan keyingi videolargacha ko'rishguncha sog' omon bo'ling deyman.